Yaptı-yu. Ha. Go'sht bosib beraman, oshpaz. Bonuslar qayerda bonuslar? Bonuslar bitta basta bonus chekda-da. Shunga keladi, ikkita yaponcha qop-qora xo'rozi bo'shab ketaveradi. Ketaveradi bonus. Bittasi oqacha, bittasi cho'jayam, ikkovi ham qop-qora. Ertalabgacha 3 ta turib yo'qotasiz xo'roz. Sizu. Uzun. Bitta ro'zg'orda ham qarab turing. Bitta ro'zg'orda bemalol tebratadi yonidan. Ha, ucha. Masalan, meni o'zim yangi chekka chiqqan odamlar bo'lsa, tavsiya qilaveraman bu molni. Hali katta xonadonlar sutga mana 10 litr, 15 litr sut beradigan sigir kerak deganlarga tavsiya qilmayman. Yangi chekka chiqqan. Yangi ro'zg'or. Yangi ro'zg'or bo'lsa, tavsiya qilaveraman. Xo'p, Jahon aka buni pulini necha pul deymiz pulini? Arada bo'yida ham to'yadi. Bir deyotga to'yadi. 18,5 kami bu. 18. Yarim, nima yarim qilaverasizlar, 18 Toshkentgacha ketdi ikkovi ham. Malades. Darajini ham aytdim. Jupiga bo'lsa, Toshkentgacha ketadimi? 35 million so'm ketdi bitta sigirchani puli. Jupiga 35 million. Xo'p, necha litr sutga beramiz aka buni? Buni ucha 7 litrga beramiz. Qo'qmay beraveraman 7 litr. 7 litrga. Chunki o'zim so'yapman, hali gap bas. Hozir qarab turing-da. Agar atalar nimalarni yemlarni kuchaytirsa, qalay beraveradimi? Ha, beradi hoji aka, u ko'p beradi unda. Ha? Hali menga o'zim yoqdimi mashmol aka? Ha, jonivor. Bozorga 10 ta odam chiqsa hoji aka 9 tasiga yoqadigan bu. Ha, to'g'ri. Oyog'ini kelib beryapmiz sana. O'zini bosib olgan hali 3 ta tuqqan bo'ldi. Assalomu alaykum, Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar, bizni kuzatuvchilar hamda sigir ishqibozlari, sigirlarni bebolasidan, suti boridan sog'ib ichadigan so'ragan bo'lsangiz, puli arzonidan aka. Bolasi kerak emas, mana enasini o'zi bo'lsa ham, suti bo'lsa sog'ib ichamiz, yuvoshidan degan obunachilarimiz uchun akalar. Hop, ikki bosh suti bor mollarimiz bor. Bu mollarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Kalalinamiz, Jahon akamlar xonadonida akalar. 2 dona bo'g'oz qisirligiga garantiya berilmaydi. Ammo sutlari, yem ichishi, sog'lomligiga garantiya beriladi. Qo'l solinmagan, baham olgan, olib borasiz aka. Kuyik bo'lsa qo'yasiz, qochib qolgan bo'lsa baxtingiz aka. Va buni akalar chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz akalar. Sizlar videodan uzoqlashmasdan like-ni bosib tursangiz, unaqangi aka puli arzonidan topib qo'ydi aka. Xo'p, buni sigirlari ham aka 35 million, 40 million bo'lyapti. Biz bebolasiga arzon qilib beramiz deyaptilar. Jahon akam o'zlaridan chiroyli qilib ma'lumotlarni olamiz. Jahon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, charchamasizmi? Rahmat aka. Yaxshimi? Xo'p, bularda aka bebola, men o'zim gapirib yordim aka, to'g'rimi? Adashmayapman, bolalari yo'q. Xo'p, qo'yilgan mashg'ulotga, qo'yilgan bo'g'oz bas, to'g'rimi? Qo'yilgan degan uka, men ko'rsatganim yo'q, to'g'risi. Hali sizga bo'g'oz ekan, qisir ekan emas, bo'zaydi puli uka. Ha. To'g'risi, hali buni aldab sotib olish kerak yo'q. Zerikkamiz aldab ayta qilib. To'g'risi-da. Endi bitta gapda, hali egasi ham ko'rib tursa ham Jahongir aldayapti demaydi-da. O'sha bor, shu o'rtog'imni olganman bunisi. Bitta akamizni olgan o'zimiz. Qo'shtepani mol narigisi. Ha, o'zimiz olib mol. Qani ishlarini ko'rsataylik-chi aka. Mana hoji aka. Bu 3 ta tuqqan. 3 ta tuqqan. Bo'ldi, ishlari yaxshi. Mana hoji aka. Omma lekin idishlari ham juda chiroyli ekan jonivor. Mana. Qirg'iz forma bag'dan sog'ib oldi. Bo'ldi. Gap yo'q. Ikki tomondan ham tetiraveradi. Tetaveradi, ag'idan ham, bag'idan ham. Kel janob. Xo'p, bunimiz. Qani, bag'dan. Hali o'rgatib berib nima emas, hoji aka, ertalab sog'ilgan. Bo'ldi. Akalar bolasi kerak emas degan obunachilarga mana tavsiya qiladigan uka, bo'zayni shu tug'ib beradi, 9 oy sabr qilsa. 15 millionga bo'zaylar 9 oy boqsin, 20 million bo'lmaydi. Mana shu gapimga javob, hoji aka. To'ppa-to'g'ri. Bu bo'zay tug'ib beradi 9 oy. Iloyim, bo'ldi. Bunisi. Mana bunisi, hoji aka. Qani ishlarini ko'rsating. Bunisi 4 ta tuqqan, hoji aka, mana tishlar. Ishlari. Bo'ldi. Ishlari ham yaxshi. Aybladigan emas. Janob. Bu qaysi biri yangi tuqqan deyapti o'zingiz? Mashinasi hoji aka 1,5 oylik tuqqan. 1,5 oylik. Misol, ani 8 oy sut bersa, biz 1 yil sut beradi. Iloyim, qarang. Jonivor. Akalar, mana mashinasidan boshlayveraylik hoji aka. Ha, bo'ldi. Yetalab ko'rsatib, akalar hozir ma'lumotlarni beramiz. Akalar videodan uzoqlashmay turinglar. Joning sog' bo'ling. Aka, mana qarang, men ko'pchilik so'raydi-da. Menga bolasi kerak emas, enasini suti bo'lsa, yuvosh bo'lsa, bering deb qoladi-da. O'shunaqalarga mana tavsiya qilamiz aka. Bo'ylari nechi bo'ylar, Jon aka? Hoji aka 1.15 dan baland, 1.15 yolaversin. Ha, 1.15 dan baland. Xotirjam nima bor? Ha, xotirjam, ha. Xo'p, necha litr sutga beramiz aka buni? Buni uka 7 litrga beramiz. Qo'qmay beraveraman 7 litrga. 7 litrga. Chunki o'zim so'yapman, hali gap bas. Hozir qarab turing-da. Agar atalar nimalarni yemlarni kuchaytirsa, qalay beraveradimi? Ha, beradi hoji aka, u ko'p beradi unda. Ha? Hali yem bersa 10 litr beradi uka. Bunaqani oladigan odam hali yemni zo'r beradiganlar oladi-da. Ha, oladi. Ko'payib ketadi. Bo'ladi, ko'payadi sut. Akalar, qancha yemni atalarni kuchaytirib bersangiz, o'sha yeb bergan yemingizni sut qilib beradi. Beradi. Qo'borib o'zopayani berib bersangiz sut bermaydi uka. To'ppa-to'g'ri. Men har doim aytaman, sizning molingizga ham aytaman, kimga bo'lsa aytaman, bergan yemingizni atalangiz aka yem sut qilib beradi. Sigirni
mana shunaqa endi hisobda bu apparatda bu bergan yemingizni suqib beradi akalar. Endi bag'i aka o'zlaringizga havola, endi egalari bilan kelishasiz aka. Xudo xolasa, xonajincha olmen, buni mashina xonajinchasini 20 millionga ham ola olmaysiz, gapni ochig'i. Shunday bo'lyapti, hoji aka. Tug'maganini 200 mingga xonajin sotdik o'zimiz. Ha, tug'maganini ola olmaysiz aka. Buni olib qo'yib qo'ying, sigir qiling. Aka mana. To'g'risi o'zim, mana aka qarab turing-da, gap kelib qoldi. O'zimni qarindoshimga mana shunaqangi sigir olaman dedi, aka dedim. Sabr qiling dedim. Men dedim, sizga qisir topib beraman dedim. Chiroyligidan qo'yasiz. Ha, suti bor. Bolasini nima qilasiz? 18 millionga olib berganman, gap to'g'ri. Ham foyda qiladi, ham pul o'tadi. Hozir mana qochirib qo'ydi. Hozir aka 40 millionga olardi o'shan sigirini. Bo'pti. To'g'risida, kimga qanaqa akalar? Yana aqllilik qilyapti demanglar, faqat kimga qanaqa? Meni taklifim. Endi hammada sharoit shunaqa hoji aka. Sharoitga qarab. 20 millionga mol olsa ochadi, biri 15 millionga mol olsa ochadi. Ha, sharoitga qarab. Tavsiya qilaman. Hozir nechi pul? Latdi buni narxini aytdikmi hozir? Aytamiz yo'q hali. Hozir men tortishyapmiz, endi menga qo'yib bering telefonni. Nechi pul buni puli? Hoji aka 17 tamsi bo'laveradimi? Ya aka. 17 million kami bor. Qo'lda bering. 17 million. 16,5. Hoji aka, alib challenge ham o'tib berish kerak, oladi qo'ying. Bo'ldi. Kami bor, xullas qarab turing, 17 million turib olmaysiz. Kami bor aka. Mana 17 million so'm kami bor aka, tavsiya qilaman. Yana meni gapimni to'g'ri tushunsalaring akalar. O'zini bilganini qilyapti demayman, savet. Balki siz aka enib ola sigir olarsiz, bolasiga to'p bo'ladi. Odam ham olaveradi, 3-4 odam sotgan pul yetadi, kelaverasizlar. Ha. Akalar kami bor, kelishamiz. U aytilgan gap muhim emas. Ammo buningiz aka jicha sifatlari ham juda a'lo darajada ekan. Kecha bitta akam 24,5 ga oldi bo'g'ozini. 3 oylik, 2,5 oylik. Mashina? Ha, buni sutini bermaydi uni. To'xtatib turing. Men ham ko'rganman, Rashid akam bo'la. Aka, ko'rib turgan bo'lsangiz Rashidda bor. Qisir xolos. O'sha molingizni mana qisir aka. Mashina ham olib tashab qo'yavering aka, qozib olasiz. Qo'yasiz, pul arzon. To'ppa-to'sh, xuddi o'sha molga bir xili faqat salcham 6 million aysa qiladi. Ha, qochmagani. Xo'p, necha litr sutga beramiz? Buni uchun 8 litrdan ko'p suti bor. 8 litrga beraveramiz. 8 litrga beraveramiz, ha? Omaliga qarab turing. Endi haqiqatda qo'yib qo'ysangiz bu bo'g'oz bo'lib qolsa aka, gapni ochig'i hozir aytyaptilar-ku, 23 million, 24 millionga olindi deb. O'shanaqangi molda bu. Aniq bo'lib qolsa. So'g'on aka meni qo'l soldirmayapti. Mana shu molga beramiz. Yo'q, chalik gap emas. To'g'ri, hali ikkita sigir sotdik, sigir nimasi ko'payib ketdi. Menicha o'zim charchadim sigirda aydaqasini. Aka, hali pulim yetmadi bu narsa bas. Shunaqa sotib, to'g'risi 1 million foydalanyapmiz. Dehqonmanda aldash kerak yo'q. To'ppa-to'g'ri. Endi insof sari baraka aytiladi aka. Insof sari baraka. Xo'p, bo'ylariga keladigan bo'lsa, bitta yurgizingcha chaqqa bo'yini necha beramiz aka? Bo'yi 1.15 ga beraveramiz. 1.15 ga. Ha. Endi akalar, o'rtacha mol, haligi nimasi ham bo'ladi. Katta ko'rishmasin. Ha, katta ko'rmang. Yerga yaqin bunaqasi uzun. Uzun. Bitta ro'zg'orda ham qarab turing. Bitta ro'zg'orda bemalol tebratadi yonidan aka. Ha-ku. Masalan, meni o'zim yangi chekka chiqqan odamlar bo'lsa, tavsiya qilaveraman bu molni. Hali katta xonadonlar sutga mana 10 litr, 15 litr sut beradigan sigir kerak deganlarga tavsiya qilmayman. Yangi chekka chiqqan. Yangi ro'zg'or. Yangi ro'zg'or bo'lsa, tavsiya qilaveraman. Xo'p, Jahon aka buni pulini nech pul deymiz pulini? Arada bo'yida ham to'yadi. To'ppa, bir aytayotga to'yadi. 18,5 kami bor. 18. Yarim, nima yarim qilaverasizlar, 18 Toshkentgacha ketdi ekan u ham. Malades. Darajini ham aytdim. Jupiga bo'lsa, Toshkentgacha ketadimi? 35 million so'm ketdi bitta sigirchani puli. Jupiga 35 million. Aka, buni qarang, bitta sigirni yangi mana shu molni yangi tuqqanni 35 millionga olasiz. Mana hisobda mana shuni bolasi deb qo'yaverasiz, aka. Ha, mana. Gapni ochig'i-da. Kimga qanaqa ajararim, lashni bosinglar. Hozir 35 million aytdingizmi? Lekin 35 million kami bor. Kami bor, a? Mana shu gap kami bor. Kami bor, kelishtirib beramiz. 100 gacha olib bortirib beradi. Endi aka, qarab turing. Faqiringiz bormi? Hozir bular menga sog'ib aytib ko'rsating aka. Men ko'zim bilan ko'ray bular sog'ing. Sog'ib beraman, uncha kam. Men yuvoshligini ko'ray aka. Qayerdan sog'ing? Qayerdan bo'lsa sog'ing, tepaga solsa ham chiqarib beraman. Mana tepar ekan. Boshlang. Janob, bismillahirrohmanirrohim. Ajjonovor, qarang turishini. Akalar videoni uzganim yo'q, bor ko'rsatyapman, molni qarang, ko'rishlar qaytarib turishini. Menga o'zimga yoqdimi mana shu mol aka? Ajjonovor. Bozorga 10 ta odam chiqsa hoji aka 9 tasiga yoqadigan bu. Ha, to'g'ri. Oyog'ini kelib beryapmiz sana. O'zini bosib olgan, hali 3 ta tuqqan bo'ldi. Kecha oyog'ini kelib beryapti. Ha, o'zini bosib olib, ishlayman degan joyida turibdi hozir. Aka, olib borib ishlatasiz buni. Olib borib, aka iloji bo'lsa, bularni zagon chaqtirib qo'yib qo'yasiz aka, yurib tursa bu tezda bo'qotalar bo'ladi agar qochmagan bo'lsa. Iloyim qochib olib 20 ga bitta novoz qo'shib bersangiz. Jahon aka, bitta gapda hozir vaqtimiz juda cho'zilib ketdi. Menga bo'ldi, ishlandim, to'g'risini ko'rsatib qo'ying.
Bo'ldi, ikkita bo'ladi, ikkita ko'rsatib qo'ying. Dinmasak eng asosiysi. Yelini dinmas hojachi. Ana Bo'ldi. o'tam. Bo'ldi, aka oling baqa hozir. Nima bo'lib ketadi? Vaqt cho'zilgan ikkita molga. Ashuncha nima vaqt ketmasin. Vachchaningiz. Jonivor, bunisi. Ha, unikidan ayolcha hojachi. Bu sal yangi tuqqanligi bor ekan, buni. Yangi tuqqan shu iyib ketdi, sog'ul. Qani? Mana hojaga hammasi ishni. Akaxon yuvosh sigir so'ragan bo'lsangiz, mana yuvoshlardan tavsiya qiladiganlarini. Mollar xotirjam. Hatta turganimiz ham aytib ber, ukamni olib ber haqini bag'il. Nima deysiz? Hatta turganimiz ham olib bering, ko'chada reklama qilyapti. Oshing halol bo'lsa ko'chada yeydigan joydan, aka mana. Bor-boricha ko'rsatilyapti, videoni uzganimiz yo'q. Ikkita xo'rozchasi bor, sho'rvaqli chiqaradi bonus. Aka, ashundan gapiring. Gap. Bonusiga, to'xtang, men ko'rmadim, men gap bilan bo'lib ko'chalar olib yuribman. Mana. Yelidan to'rosini ko'rsating. Mana. Bitta. Bitta hojachi. Ha. Bu orqa deysiz, ay tomon. O'ng tomon. Aha. O'ng tomon oldi mana. Bo'ldi. To'rosi soppa sog'ak ekan. Endi bilib bo'lmaysa, ko'rib qolsa ham indamasdan diqqat uchlarni sog'ib qo'yib, olinmasin deyapman-da, aka, olib bo'lmaydi. Kelsa o'zimizni Qo'shtepani odam kelsa, mana shu ko'rib olaveradi. Ha, Bo'lmasa ham toshini qilib beramiz. Ucharg'ali akalar aytyapti-yu. Ha. Go'sht bosib beraman, oshpaz. Bonuslar qayerda bonuslar? Bonuslar bitta basta bonus chekda-da. Shuni keladi, ikkita yaponcha qop-qora xo'rozi bo'shab ketaveradi. Ketaveradi bonus. Bittasi oqacha, bittasi cho'jayam, ikkovi ham qop-qora. 7 talavacha 3 ta turi yo'qotasiz xo'roz. Bosib boring aka. Ikkita bonusi bilan aka bosing gazini akalar. Xo'p, bo'ldi akalar, qo'ldan kelgancha bor-boricha ko'rsatdim. Endi qolganlarni egalariga telefon qilasiz aka, ishlaringiz bitadi aka. Tavsiya qilaman. Hamma ma'lumotlarni egalaridan olamiz. Niyat qilgan bo'lsangiz aka, yuracham bosib, like bosib keting. Hammaga rahmat. Paka-paka.